Ramos shubhasiz o'z sobiq prezidentiga qarshi chiqishga jur'at etgan birinchi futbolchi bo'ldi. Ammo hammasi Florentino Peresning bee'tiborligidan boshlandi. Chunki Sergio Ramos uchun Real Madrid shunchaki klub emas, balki butun dunyo edi. U tanasiga 93-daqiqa sonini va Chempionlar Ligasi kubogini tatuirovka qilib tushirgan. O'sha afsonaviy golni xotirada saqlash uchun. Bu o'sha gol ediki, u 93-daqiqada bosh bilan urgan va Madridni tiriltirgan. Lekin vaqt o'tdi va Ramos 2 marta so'radi: "Men shu yerda qolmoqchiman. Mening orzuyim karyeramni Realda tugatish." Ammo Peres unga shunday munosabatda bo'ldiki, go'yo Ramos hech narsa qilmagandek, go'yo u klub uchun jonini bermaganday. Agar hozir Ramosning intervyularini diqqat bilan eshitsangiz, uning so'zlarida og'riq, xafalik va singan yurakning sadosini eshitasiz. U ketishga majbur bo'ldi, ammo ketganidan keyin ham u afsona bo'lib qoldi. Chunki Sergio Ramos faqat himoyachi emas, u Real Madridning ruhi edi.